Bunun bo'yicha mana hozir bir tarix instituti doktoranti bo'lgan shogirdim Zohidjon degan yigit doktoranturani yakunlayapti. O'zbekiston tarix fanida birinchi marta Turkiston legioni bo'yicha maxsus dissertatsiya qilinyapti. Dissertatsiya yozib bo'lindi. Hozirgacha Turkiston legioni to'g'risida gapirganda odamlar xuddi bir yovuz bir kuchni, dahshatli bir holatni aytganday bo'ladi. Ularni xoinlar deydi, sotqinlar deydi. Mana shu urushga yuborilgan 10 minglab yigitlarimiz, xususan turkistonliklar, o'zbeklar, ularning ko'pchiligiga hatto oddiy miltiq berilmagan. Bular urushga jo'nashdan oldin harbiy tayyorgarlikdan o'tish majburiy bo'lgan. 1 oy, 2 oy olib borganlar qo'liga yog'och faner miltiq bo'lgan, yog'ochdan yasalgan, u prosta miltiq. Unda o'q ham bo'lmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Shu ko'rsatiladi, ana o'sha miltiq bilan bularning bir qismi frontga ketgan. Mulyashmi? Vaqtida bu gaplarni gapirgan odam Sovet davlati tomonidan qamoqqa olingan. Bu Sovet davlatiga, uni harbiy kuchlariga tuhmat qilyapti degan, lekin aslida haqiqat shunday bo'lgan. Bu bitta jihat. Ikkinchidan boya aytdik, urush boshlanganda Sovet armiyasi, o'sha qizil armiya deyilgan, katta qismda qurshovda qoldi. Urushning birinchi kuni mana Jukovning o'zi yozadi, keyinchalik xotiralarida SSRning 3000 ta samolyoti yo'q qilingan. Birinchi kun. Stalin Gitlerga ko'p jihatdan ishongan, urushni boshlamaydi deb, lekin urush bo'lishini Stalin bilgan, u ham ahmoq bo'lmagan, Gitler ham